Diqqat! Pensiya oluvchi fuqarolar uchun muhim yangilik e'lon qilindi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, pensiya vaqtincha to'xtatiladimi degan savol ko'pchilikni qiziqtirmoqda. Ushbu videoda aynan shu masalaga batafsil to'xtalamiz. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Agar siz O'zbekiston va jahonda sodir bo'layotgan eng dolzarb hamda rasmiy xabarlardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Sizning qo'llab-quvvatlashingiz biz uchun muhim. Yangi qarorga asosan Xalq bankining pensiya tarqatish bo'yicha vakolatlari bekor qilindi. Markaziy bank tomonidan qabul qilingan qarorga muvofiq ushbu yo'nalishdagi ayrim hujjatlar o'z kuchini yo'qotgan. Natijada ishlamaydigan pensionerlarga to'lovlarni tashkil etish bo'yicha Xalq bankining vakolati rasman tugatilgan. Ma'lum qilinishicha, mazkur qaror mart oyida Iqtisodiyot va Moliya vazirligi hamda Markaziy bank tomonidan tasdiqlangan. Unga ko'ra, 2018 va 2019 yillarda qabul qilingan tegishli yo'riqnomalar bekor qilingan. Shuningdek, Vazirlar Mahkamasining 2024 yil 29 oktyabrdagi 714 son qaroriga binoan fuqarolarni ijtimoiy himoya qilishga oid qonunchilik hujjatlari takomillashtirilgan. Shu asosda ayrim qarorlarga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilib, ba'zilari amaldan chiqarilgan. Mazkur yangilanishlar natijasida pensiya tayinlash va to'lash jarayonlari soddalashtirildi hamda ortiqcha byurokratik bosqichlar qisqartirildi. Endilikda pensiyani rasmiylashtirish jarayoni raqamlashtirilib, xizmatlar ancha qulaylashtirildi. Avval berilgan qog'oz shaklidagi pensiya guvohnomalari bekor qilinib, barcha ma'lumotlar maxsus axborot tizimida elektron ko'rinishda yuritilmoqda. Bundan tashqari, pensiya miqdori iste'mol narxlari indeksiga mos ravishda indeksatsiya qilinayotgani ham ta'kidlandi. Agar sizga bu kabi foydali va muhim ma'lumotlar kerak bo'lsa, videoga bitta like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang.